Zamonaviy Bollivudning eng kuchli, mustaqil va xarakterli aktrisalaridan biri Tapsi Pannu. U o'zining tashqi go'zalligidan ko'ra tanlagan rollari va ijtimoiy qarashlari bilan kino olamida o'ziga xos yangilik qila olgan ijodkordir. Bollivudda tashqi ko'rinish hamma narsa degan tushuncha hukmronlik qilgan bir davrda Tapsi Pannu maydonga chiqib, aktrisa bo'lish uchun avvalo shaxs bo'la olish kerakligini isbotladi. U nafaqat iste'dodli aktrisa, balki ayollar huquqlari va ijtimoiy adolat uchun kurashadigan jasur ovoz sohibasidir. Tapsi Pannu 1987-yil 1-avgustda Yangi Dehlida Sikhlar oilasida dunyoga keldi. Uning bolaligi kino olamidan juda ham uzoqda o'tdi. Tapsi Dehlidagi Texnologiya institutida kompyuter muhandisligi bo'yicha tahsil oldi. Biroq taqdiri uni dasturchilikdan san'at sari yetakladi. O'sha yillar haqida u shunday deydi: "Men hech qachon aktrisa bo'lishni orzu qilmaganman. Men dasturchi bo'lish uchun o'qiganman, lekin hayot menga boshqa yo'lni taklif qildi. Men kinoga qochish uchun emas, balki o'zimni topish uchun kirib keldim." Tapsining ijodiy yo'li Janubiy Hindiston kinosidan boshlandi. 2010-yilda Telugu tilidagi Jummandi Nadam filmi bilan debyut qilgan Tapsi tez orada mintaqaviy kinoning yulduziga aylandi. Ammo Bollivud uni darrov qabul qilmadi albatta. Uning Bollivuddagi birinchi muvaffaqiyati 2013-yilda Chashme Baddur filmi bilan boshlangan bo'lsa-da, haqiqiy portlash 2016-yilda ekranlarga chiqqan Pink, ya'ni pushti rang filmi bilan sodir bo'ldi. Bu filmda u ayolning yo'q degan so'zining ma'nosini butun Hindistonga tushuntirib bergan qahramonni ijro etdi. Tapsi Pannu Bollivudning an'anaviy aktrisalaridan farq qiladi. U hech qachon faqat bosh qahramonning chiroyli rafiqasi bo'lib qolishni istamaydi. Uning har bir roli jamiyatdagi biror bir muammoga qarshi isyon deyish mumkin. Amitabh Bachchan bilan birgalikdagi psixologik trillerda suratga tushdi. Bu Badla filmi bo'ldi. Unda Tapsi murakkab va ziddiyatli obrazni yaratdi. Tappat, ya'ni Tarsaki filmida Tapsining ijodiy cho'qqisi namoyon bo'ldi. Unda u oiladagi kichik bir tarsakining ham qadr-qimmatni toptash deb bilgan va bunga qarshi kurashgan ayol obrazini ijro qildi. Intervyulardan birida Tapsi shunday degan: "Mening filmlarim bu mening ovozim. Agar ssenariy meni qo'rqitmasa yoki hayajonlantirmasa, men uni qabul qilmayman. Tomoshabinning ko'ziga qarab haqiqatni aytadigan rollarni sevaman." Tapsi Bollivudning go'zallik standartlari haqida ham o'z fikriga ega. U tabiiylikni, sog'lom turmush tarzini va kuchli sportchi qiyofasini targ'ib qiladi. Rashmi Rocket va Sabash Mithu filmlari uchun u o'z tanasini professional sportchi darajasiga olib chiqdi. "Mendan nega doim kuchli ayollar rollarini o'ynaysiz?" deb so'rashadi. Men esa shunday javob beraman: "Siz zaif ayolni qayerda ko'rgansiz? Hayotda ayollar juda kuchli bo'lishadi. Men faqat shuni ekranda ko'rsatyapman." Tapsi Pannu ijtimoiy tarmoqlarda eng faol va qo'rqmas aktrisalardan biridir. U hukumat qarorlari bo'lsin yoki kino sanoatidagi adolatsizliklar bo'lsin, o'z fikrini doim ochiq aytadi. Shu sababli u tez-tez tanqidlarga va hujumlarga ham uchrab turadi, ammo hech qachon chekinmaydi. Uning shaxsiy hayoti ham ancha barqaror. U uzoq yillardan beri daniyalik badmintonchi Mattias Boye bilan munosabatda va ular 2024-yilda turmush qurishdi. Tapsi o'z shaxsiy hayotini reklama qilmaydi, chunki uning uchun mehnat va ijod birinchi o'rinda doim. Tapsi Pannuning so'nggi yirik ishlaridan biri Shohruxxon bilan birgalikdagi Donkey filmi bo'ldi. Ushbu filmda u nafaqat sevimli yor, balki maqsad sari intilgan jasur ayol obrazini yaratdi. Bu loyiha uning Bollivudning birinchi raqamli aktrisalari qatoridagi o'rnini yana bir bor mustahkamlagandek bo'ldi. O'zining ijodiy kelajagi haqida aktrisa shunday deydi: "Men yana 20 yildan keyin ortga qaraganimda faqat raqs tushgan filmlarimni emas, balki jamiyatda biror narsani o'zgartirgan rollarimni ko'rishni istayman. Maqsadim shunchaki mashhur bo'lish emas, balki ahamiyatli bo'lish." Bugungi kunda Tapsi nafaqat aktrisa, balki prodyuser sifatida ham faoliyat yuritmoqda. Uning Outsiders Films kompaniyasi yangi iste'dodlarni kashf qilish va noan'anaviy ssenariylarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. U muhandislarga xos tizimli fikrlashini
kinodagi ijodiy parvoz bilan birlashtira oldi. Tapsi Pannu Bollivudning vijdonli qiyofalaridan biri. Uning hayoti va ijodi bizga shuni o'rgatadiki, agar sizda iste'dod va jasorat bo'lsa, har qanday to'siqni yengib o'tish mumkin. U ekrandagi gul yuzli aktrisa emas, balki hayotning haqiqiy qahramonini o'ynashni istaydi. Uning har bir tarsakisi, har bir ovozi va har bir roli adolat va haqiqat uchun xizmat qiladi go'yo. Sizchi, aziz tomoshabin, Tapsi Pannu ishtirokidagi qaysi filmni ko'rgansiz? Uning qaysi obrazlari, qaysi rollari sizning xotirangizda qoldi? Va bu haqda albatta izohlarda yozib qoldiring.